Andijon kanali obunachilari, ko'rishinglar mumkin, Surxondaryo Denovga Xudo xolasa shohona mebelimizni qo'yib berdik. Ko'rishinglar mumkin, spanlar razmerlari 210 ga 170 lik. Krashniy varianti, maloshniy. Xo'p, svetillarimiz bor va ikkitadan tortmalarimiz bor. Materiallar shunaqa bo'yishi materialdan qilingan. Xo'p, shifonerlarimizga keladigan bo'lsak, shkaflarimiz 260 ga, bo'yi 210 lik. Ichlarini ko'rsatadigan bo'lsak, xo'p, birinchi tarafini ochadigan bo'lsak, ikkita veshelkalik murskoy tarafdiki bu. O'rtani ochadigan bo'lsak, o'rtamizda polkalik. Buni polkalik chiqadi. Va ikkinchi tarafimizda tepada veshelkasi bor va polkasi bor. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, trimolari. Trimollar ikkita yodi bilan bezatilgan. Bitta o'tirgichi bor. Общий komplektimiz shunday holatda qo'yildi. Narxi 10,5 million so'm. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarini ham qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, buni mokriy sveti ham bor, ikki xil rasvetkasi bor. Matrasi ham ikki tarafli matraslik. Yaxshi matrasdan qilingan. Kanalda yangi bo'lsanglar, kanalga obuna bo'lib, Xudo xolasa kuzatib borasizlar. Bundan ham zo'r, chiroyli mebellarni ko'rsatib boramiz. E'tibor uchun katta rahmat.